Tabii mına bugün Tataristan müstakilligi kuni belgilab o'tildi. Turli bayram choralari, turli sport choralari bilan nechik sizning ko'nglingizga o'xshadimi? Qanoat qoldingizmi bu uyushtiruv choralaridan? Durusini aytganda men bek qanoat qolmadim, chunki chog'ishtirib qaraganda boshqa yillar bilan bu yilgi bayram sulpanroq. Alla kun shundaymi, yili xalqda yig'ilmagan, ovoz xalq yig'ilgan. Ondan so'ng bir ssenariy yil sayin to'ydira. Menimcha bu zo'r bayram bo'larga tegish. Tatarning ruhi bunda bo'larga tegish. O'zin davlatchilik ishini kurashchi deb ko'rsatarga tegish. Bilan shu elementlar yo'q. Bir ko'p ruscha programmalar anda siylawda, jirlarda menimcha bunday siyosat bo'larga tegishdi. Masalan, narsalar ko'rgatalaringiz siz? Men ko'rgatlarim birinchidan bizning yetakchilarni alar ochiq motor etib söylesinler edi. Bizning mustaqillik nindi formula hozir qabul etilgan. Qizg'anishga qarshi To'qay laureatlarini g'ana tabrikladilar-da, shuning bilan bitdi. Siyosiy shunday muhit ko'rinmadi. So'zlar bo'lmadi o'ltirda. Negadir qo'rqalar, suverenitet degan so'zdan qo'rqalar. Narsa uchun qo'rqalar ekan sizingcha? Menimcha Moskvadan qo'rqalar. Chunki bitenda ne aytsangda единый неделимый deb qichqiralar. Shuning bilan o'zlarini qarab etganini bilmaylar. Menimcha har bir xalq o'zincha yasharga tegish, o'zining ritmida. Ruscha aytmanda anglasinlar, дай свободу другим, и ты ее обретешь сам degan. Mana bizning burungi shu maqalni bizning yetakchilar, siyosatchilar bilsinlar edi. O'zing erkli bo'lsa, boshqalarga da erk bo'ladi. Boshqalarga erk bersa, o'zingda erkli bo'lasan. Rossiya shuni alida bo'lsa anlay olmaydi. Shu